Chechaklarning turi xili ko'p. Qarang, qanaqa chiroyli gullar ekan. Baxtdamiz, yo'da baxt bozori, narsalarni ortib oldik. Ketdik. Palatkani qo'yib oldik. G'alati hodisa ro'y beryapti o'rtoqlar. Yomg'ir yog'yapti, mana ko'rishinglar mumkin. Letniy dождь deydi-yu. Bilmadim qanaqa u naryoqlar jabor boshqacha kelyapti. Palatkani qo'yib oldik. Endi bu yog'ini sekin tushiramiz. Mana shu joydamiz. Most bor-ku, Sardoba suv chiqadigan joyidan birinchi most mana. O'sha mostning oldidan kirib keldik shu yerga. Shu yerga joylashamiz. Xudo xolasa hozir joylarni qilib. O'zi naryoq joy mo'ljallab keldik, odam ko'p ekan. Yerda joy yo'q ekan. Shunga mashq mo'ljallab shu yerda qoldik endi. Nima bo'lsa Allohdan so'raymiz. Allohdan qoladigan ekan, palatga rizqimizni shu yerda so'rasak ham beradi. Juda bir chiroyli tong otyapti o'rtoqlar. Allohga behisob shukr. Kecha otib qo'ygan qarmoqlarimiz rosa jiringlovda, endi ko'ramiz hozir. Qoyil mana. Biz friksionni aylantirish ham yo'q mana. Biz katta baliqchilar-da bular. Katta baliqchilar mana shunaqa qiladi. İyileşibdimi? İyileşib qopti. O'rtoqlar, katta bo'lmasa ham har qalay sazan. Krevetga yushadim. Ertalab tong sahardan yaxshi tushdi mana. Baliq bor. Boqqan joyimizga ilonlar ham keldi, bor-ku. Baliq tugul ilonlar ham to'lib ketdi. Yana bitta sazanjon bizning hisobimizda. Ashdan urdi. Qobil akam ushlayotgan baliqlarni ko'rsataymi? Sizlarni yuribsizlar deyman, feederda baliq ushlashni bilaman. Men buni ko'ryapsizlar, men hozir qo'lim bilan hozir ko'rsataman. Qandoqligini. Ko'ryapsizlar kattaligini. Mana qaranglar. Qobil akamdan o'rganinglar. Feederda baliq ushlashni. Otaxon 80 ga qarab ketyaptilar. Feederda baliq ushlashlarini qaranglar. Qoyilmisizlar? Katta bo'ylarga mana shunaqa katta plato chiqibdi. Navbatdagi sazanjon. 1,5 kilo chiqsa kerak. Mayda. Lekin tushib turibdi. Mana baliq ko'rindi. Ana Sazanjon ekan. Sazanjon. Sazanjon ekan. Bismillah. Mana navbatdagi chiqdi mana yana. Hayrat hozir olib chiqdi. Katta mas'ul. Ekan sazan. Hammalarga e'tiboringiz uchun rahmat dedi. Ko'pchiliklar shu olib chiqdik mana.
avvalda yuqoriga ushlayapsan. Krevetka ba'zim. Krevetka ba'zim. Krevetka ba'zim. Po'lat bormi? Po'lat va o'ttalgan qarang. Karashga o'xshaydi. Rasul akam zo'rni ushladilar baxtimni. Katta po'lat ushladilar. Qachon Xo'sh, bunaqa holat faqat Sardobada bo'ladi 3 tomda. Hozir yozib bir kelganingda. Bu yoq tomon oftob ochiq zo'r. Lekin bu tomon ana quyosh bu yog'i ochiq, bu yoq tomoni qop-qora bulutlar. Hozir men navesdan boylab chiqdim. Ko'rasizlarmi, qora bulutlar. Gumbur qilib qo'yadi. O'rtoqlar, Sardoba suv omborini pastidamiz 3 tomda. Ob-havoni ko'ryapsizlarmi? Bu faqatchi mana shu Sardobada bo'ladi mana shunaqada. Shamol, to'zon, bir haligi bulut, yomg'ir yozgi kunida boshqa joylarda bu narsa yo'q. Faqat shu yerda mana. Bu yoq tomoni mana tip-tiniq, musaffo osmon. Bu tomonda mana qora bulutlar, momaqaldiroq gumburlab, ishqilib kelyapti nima bo'lsa ham. Mana shu Toshkent tomondan kelyapti. Sardoba 3tam kanali. Bu ikkinchi qism. Shamolli to'dasi bo'lyapti. Nari yo'lida shunaqa chang to'zon. Men bu yerdan hozir shunda uragan o'tdi. Navesi yig'ishtirib tashladim, palatkani tushirib qo'ydim. Ko'rasizlar. Shamolli zo'r bo'lyapti. Uragan. Dala sharoitidagi masalan ovqatimiz pishdi. Bahodirlar chuchvarasi, hamda pomidorni maydalab yubordim ichiga. Pomidor bilan zo'r ketadi bu. Endi chuchvaraga ham pomidor soladimi deganlar bo'lishi mumkin. Sop ko'rsanglar bilasizlar qanaqa zo'rligini. Hammalarga yoqimli ishtaha. O'rtoqlar, baliq ovdamiz. Peshma-pesh baliqlarni olib mana qaynoq, mana qozonimiz pishirib yotibdilar Maqsad akam.
Mana qobilagan oz chiqdilar mana. Baliq qobilagan ushyaptilar. Hammaga Sardobadan salom. Ursuv ekan bo'ladilar. Qatdan ushyapmizmi? Mana men yerdan ushyapmiz. Ana sadoklarimiz nariga yana bittasi. Qarmolan tortyapsan. Qaraylar likillashini o'tiribdi mana shunda ham. Hammalarga xayrli tong o'rtoqlar. Ovdigilarga omad. Jiringlashini qarang buni shiqir qilib. Hozir charchab qolmayapsizmi? Ya qoyil. Etdi-mu mana katta ribaksizda bilamiz-da. Endi katta po'rligingizni ham bildik. Nega baliq buncha sho'r? Sizni shunaqa berib qo'yganmiz. Baliq po'rli ertalabdan. Mana shu yerdan ushab, shu yerdan qozonga tashab, shu yerdan mana dasturxonga olib ertalabki nonushtaga mana qayno mana. Bu baliq hozir 5 minut oldin men yerda suzib yuruvdi bor. Svejiy. O'rtoqlar salomat bo'lasizlar. Hammalarga Sardobadan salom. Mana okam baliqlarni pesh pishiryapti. Voy. Hammaga yoqimli ishtahalar. Hadi ish kerak. Ertalabdan issiqqina choy, novvat choylar bor boshqachada. Suvni bo'ylarda mana bu yerda o'tirib. Qanday ajoyib. O'ldi, bosildi. Sazan tushdi, ana sekin oshib ketmagan bo'lsa kelyapti. Bosdingmi? Ha? Sifra ketyapti. Ketyapti. 15 bo'ldi, 17. Bilmasam, mana 5 marta уже sifra ketyapti. O 5-dubl bu. Hozir kamera ishlayotgan bo'lsa kerak. Ishlayapti. Xudo xolisi ishlayapti. Sekin. Nima baliq ekan? To'yga borganmiz. Qizimiz o'tgan. Ana. Zato sazanku mana. Sazancha. Sazan. Yo'ldan ko'ra. Yo'lda bor endi. Ancha kuttirdi-da bu. Avlaqalarni Ketdi. Katta bo'ladi. Plato bundan katta-ku. Piyozlarni to'g'rab, maza qilib, yana Qobil akam o'zlari chiroyli qilib tayyorladilar. Kelinglar sho'rvaga. Ya o'zi kam chaqirmang-ya. O'zi kam. Hammaga yoqimli ishtahalar o'rtoqlar. Yana bir ajoyib tong. Juda zo'r. Bulutlarni qaranglar. Ajoyib emasmi? Rasmga olib qo'yish kerak. Sardobadamiz. Juda ajoyib chiroyli tong. Mana qaranglar zo'rligini. Bulutlarni qaranglar. Kosmosga o'xshaydi. Baliq zo'r, mana qarmolarni tortyapti. Fiderga rosa katta plato tushyapti. Yo'da mana mahslagan. Ketma-ket olib yotibdilar. Yo'da o Damas turibdi. Hikmatga o'xshagan. Men nimaga to'xtadi, uxlayaptimi yo'q, bir narsa bo'lib qoldimi? Buni ichida boboylar mazza qilib uxlashyapti. Voy, vashshi mazza qilib uxlashyapti.
Endi ozgina yaqinlashtiring. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa mazza qilib uxlashyapti. Bu tabiatda mana shunaqa bo'ladi. Mazza qiladi odam. Uydachi mashinalarda zo'r anaqa bor, divan, ortopedический matraslar, yengicha chiqqan podushkalar, bambukovый deydi, nima deydi, anaqa boshing tegsa uxlab qoladi. Unda bunaqa uxlash olmaydi. O'zi uyqu yo'q bo'ladi. Yoqqa dumalab, yoqqa sumalab. Betni uxlashligini qarang, yosh bola bunda barmog'ini tiqib olib uxlaydi-yu, anaqa qilib. Hech nimaga e'tibor bermay, aytib katta mashinalar vizillab o'tayotibdi, dang'ir-dung'ir bo'lyapti. Umuman bu narsalar bularga ta'sir qilyotgan. Nima dedingiz maqsadga? Ashi mazza qilib uxlashyapti. Yosh bolaga o'xshab bunda aloqa olib uxlashadi-yu. Bu yoq qovunchilar, o'rtoqlar qovunchilarni keti uzilmayapti. Bu hikmat emasmi rostdan? Boy ko'layotdi lekin. Buzilib qolgan bo'lmasin-da. Baliq vashi zo'r bo'pti. Mana ranglarni qaranglar, mana ranglarni. Kosmosga o'xshaydi. Buni qaranglar. Choyimiz qaynadi. Qanday yaxshi suvni bo'yida ertalabdan qovundan keyin bunaqa novvotchalar bilan issiq choylarni ichib ana bunaqa joylarda qanday bir maza. Havo ham zo'r bo'pti, ammo yarmi bulutli bo'lib mazza qilib o'tirib choy ichadigan havo bo'pti. Har so'yaga hammalarga yoqimli ishlar. Hali praynigimiz bor ekan mana. Prayniklar, kofilar bor. Hammaga Sardobadan 3 kanaldan salom. Qaytamiz o'rtoqlar, mana hamma yoqni top-tozalab o'tirgan joyimizda mana hech nima qoldirmay ketyapmiz. Sizlarga ham iltimos, mana shunaqa tozalab ketinglar. Hozir ko'rsataman. Mana bitta bizaniki ham bor, birovniki ham bor, naryoqda bitta paketda. Mana yana bakalashkalarni ham, boshqa bakalashkalarni ham yig'ib oldim. Bor musulga tashlab ketaman, menda hech nima ketmaydi, kam bo'lib qolmayman. Bagaj to'ldi, mana ichkari to'ldi, mana bu yo'li ham to'ldi. O'rtoqlar, mana kesanglar, pokiza joy. Bitta mana bizdan qolayotgan narsa mana shu narsa. Kimdir kelib choy qaynatmoqchi bo'lsa, ovqat pishirmoqchi bo'lsa, mana bemalol ishlatadi, biz rozimiz. Hammalar salomat bo'linglar. Oila barordan kelsin. Endi borib, anaqada shluzda cho'milamiz hozir mazza qilib.